Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men jo'natdim o'shani taqdirga присоединиться bossangiz, mumkin qo'shilasiz-da bizga. Siz men bosganimni Endi men bilmayman-da, bunaqa narsalar aqlim yetmaydi aka. Maqsad siz Bunaqaga chiqib yuribman ekan. Alhamdulillah, sizlar yaxshimisizlar, chakdamayapman. Allohga Alhamdulillah, shukr. alhamdulillah. Akalar, opalar, bittadan laykni bosib turingizlar. Mana shu onaxonimiz Moskva shahrida hozir, Korolyovdalar hozircha. O'zlari hozir mana shu o'g'illarini izlayapti. O'g'illari 18 yoshda. Ahrorbek ukamiz. Men videosini qo'yganman, vatandoshlar. O'sha videoga ham befarq bo'lmangizlar, iltimos maksimalni tarqatingizlar. Kimdir ko'rgan bo'lsa mumkin, kimdir o'sha Ahrorbekni o'zi mumkin kuzatyapti bizni, akalar, opalar. Iltimos qilamizki, mana shu onalariga aloqaga chiqishini so'rab qolamiz, chunki ertaga sim kartasi o'chadi. Aloqani qanday men bolamni topaman degan bu qiyinchilik bo'lyapti, akalar, opalar. Iltimos qabrlaringizda maksimalni videoni kengroq tarqatingizlar. Opa, bu qachon bo'lgan, nima bo'lgan? O'zingiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Yig'lamay gapiring, inshaalloh topiladi, opa. harakat qilaman. Biz endi kelganmiz, endi yaxshi niyatda uy olish uchun kelganmiz endi. Endi biz bir chiroyli ishlayotgandik. Endi haligi xullas endi gapni qisqa qilaveray. O'g'lim ishlagan, qurilishda ishladi, boshqa qildi. Biz ko'p aldandik o'zi. 1,5 yildan o'tyapti menga kelganimga. O'g'lim orada bordi, o'qidi, student edi, o'qidi. 17 yoshda kelgan o'zi. 3 oy maktabda yurdi. Ketib yana 3 oydan keyin o'g'lim o'qishga kirasanmi desam, aya siz qiynalsangiz men qanday o'qiyman aya? Lekin kiralaman deydi. Kallasi yaxshi edi o'g'lim. Maktabda yaxshi o'qigan, xullas nima edi. Biz endi boshimizdan ko'p narsalar o'tdi. Endi uni gapirolmayman. Endi uy uchun yaxshi niyatda yosh bolamni olib keldim-da endi. Aya boraveraman siz yoningizga dedi. Ha, bo'pti dedim. Keldi. Endi nima men endi nimada Vykusniy точка degan joyda ishlardim. O'g'lim dvorniy qildim, men iborsalik qildim. Xullas keyin aya bolam chicha aqa-baqa qildi. Aya men qurilishda ishlayman dedi. Ha, bo'pti bolam, qurilishda ishla dedim. Lekin senga dokument qilamiz dedim. Men deport bo'lganman bolam. Ha, bo'pti dedi. O'g'lim nimada ishladi? Qurilishda ishladi. Boshida nima berishdi endi haligi nima qildi. Keyin o'g'lim oyoq qo'li chaqqonligi uchun qishloqda katta bo'lganda o'zi. Oyoq qo'li chaqqonligi uchun men o'g'lim aya dedi, jon aya dedi, endi dedi, biz dedi, men dedi, bitta akam dedi, ish boshqaruvchi bo'lib ana qilasan dedi. Jon aya endi dedi, sabr qilib turasiz dedi. Meni o'g'lim ishlatmadi. O'tiring dedi, ashitda dedi. Молодец. Siz o'tiring aya, siz deport o'tmagansiz, sizga bu narsa bo'lib qolsa men chidolmayman dedi. Doim bolam jannatim onam, meni o'zim onam deb erkalatardi-da. Endi chicha do'g'loq bo'lib qolgan edi-yu, lekin men bir yanlarga qo'ymagan o'g'lim hech qachon. Yig'lamang, yig'lamang. Onaxon inshaalloh topiladi, inshaalloh topiladi. Men bolamni keyin bo'pti deb ishondim. O'shanda ham yuragim ishonmayapti. Jon bolam, naq-naq olaverganing yaxshi desam, jon ayajon, menga ham imkon bering, axir erkak kishiman dedi. Ha, bo'pti bolam. Aylanib ketay bolam dedi. Bo'pti onajonim, siz o'tiring. Xarajatingizni qilib beraman dedi. Bo'pti dedim. Orada nima bo'ldi? O'g'lim pullarni olinglar desam, yo'q dedi. Dokumentini to'la to'kis qildi. Xullas aldandi. Ikkita odam pulni bermadi, boshqa bo'ldi. Keyin rosa qiynalib qoldik. Xullas dokumentlarimgacha endi oldirdi, boshqa qildi. Ha, bo'pti dedi. Chicha ish bo'lgan ekan, ha, bo'pti dedim-da. Keyin bitta o'rtog'im aytdi, Karolovga kelinglar dedi. Bitta o'rtog'im yana yordam berdi, u pul berdi. Mayli, ashakka borib olinglar dedi. Bitta o'rtog'im uy berdi, xullas. Yaxshilik qildi.
keyin o'g'limga aytdik, o'g'lim bilan rosa suralarni yodladik. O'g'lim Allohdan boshqa hech kim yordam bermas ekan bizga desam, ha bo'pti ayajon, bo'pti dedi. Nima qildi? Keyin xullas ashakka yurib anaqaga ishga kirdi. Kiruvdiki, o'g'lim, jon o'g'lim dedim. Uni buni qo'y dedim. Dokumentlaringni to'g'rilaylik dedim. Sen dedim, meni to'g'ri tushun dedim. Ag'da qiynalganimiz yetadi bolam dedim. Qachongacha ijarada o'tiramiz? Aynan bolam dedim. O'zingga shukr Allohim dedim. Desam, sendan boshqa bir odam bo'lganda dedim. Meni uyga ketkiz. Aslida men uyga ketishim kerak dedim. Lekin sendan ajralmaganim uchun hech yo'q nimalaringni qilganmiz qilay. Sen aprel oyida meni jo'natgin dedim. Bo'pti onajon, o'zimni jannatim onamdir dedi. Ha, bo'pti dedim. Keyin Mandan o'g'lim xafa bo'ldi. Oma do'q popsa qildim. Aybdorman, oma aybdorman. Do'q popsa qildim bolamga. Endi bolamni to'g'ri yur dedim-da, endi qiynalmaylik dedim-da, endi. To'g'risi o'zimni gunohkor his qilaman, chunki o'g'limga qattiq deb qo'ydim-da. Chunki o'g'limga ham oson emas edi endi. Yosh bola bo'lib, yosh nimasi bo'lib kelgan, na o'yin nimaligini bilmadi bu bola. Mehnat, mayli endi mehnat qilsa rohatini ko'radi. Men aytaman, Alloh, o'g'lim halol yo'ldan ket, o'g'lim, halol bo'l. Hech ham yomon yo'lda yurma. Birovni haqqi yomon bo'ladi. Birovni haqqini yema. Bizni aldaganlar Alloh u dunyoda javob beradi. Bizni kim qiynasa o'zi javob beradi. Mana endi onaxon yig'lamang inshaalloh. Qiyomatda javob beradi. Hammamiz javob beramiz o'g'lim dedi. Aldagan odamlar kim u? O'zimizda musulmon xalqmi yoki O'zimizni musulmonlar. O'zimizni musulmonlar, ha? Men ko'p gapirmay bolamga aytaman. Jon bolam, kel meni bag'rimga aylanib ketay bolam. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Men seni kechiraman o'g'lim, kel. Inshaalloh qaytadi. Dinor qiyomatga qolmasin o'g'lim, kel. Sen meni bir dona o'g'limsan. Boshqa farzandingiz yo'qmi? Boshqa farzandingiz yo'qmi? Yo'q. Sen o'g'lim, sen aytganing bo'ladi, jon bolam, kel. Bo'lmasam meni olib ket o'g'lim, o'zingni yoningga olib ket. Nima bo'lsa ham o'zingni oldiga olib ket o'g'lim. Jon bolam, o'zim o'g'lim. O'zim o'g'lim. Sen meni o'g'limsan bolam. Olib ket meni bo'lmasa. Aylanib ketay. Boringga shukr. Men seni kechiraman o'g'lim. O'g'lim kechiraman. Alloh hammamizni gunohimizni kechirgan. Nimaga men seni kechirmayman? Mendan qo'rqma o'g'lim. Kel. Ikkalamiz birga uy olamiz o'g'lim. Xohlasi vatanimizga, xohlasi vodiga bormaysan, boshqa joyda yashaymiz xohlasi. Sen nima sen shu jon bolam, men seni duo qilaman, sen meni boqasan, o'ziga aytadingki. Men senga ishonganman o'g'lim, sensiz yasholmayman o'g'lim. Bor umidim sendan o'g'lim. Yo'q, men sendan umid qilmayman, seni puling kerak emas jon bolam. Lekin meni tashlab ketma. Hech yo'q telefon qilib. Hali gapingni ayt o'g'lim. Shu gapingni juda ham sog'indim. Jannatim onam. O'zimni jannatim onam deb erkalatishlaringni sog'indim o'g'lim. Yana shunday degin o'g'lim. Shu gapingga zo'rman bolam. Iltimos jonim bolam. Aylanib ketay, boringga shukr o'g'lim. Jon bolam, kel. Bag'rimga kel jon bolam. Keyin aylanay bolam, kel. Qarangizlar, ukalar, opalar, men bu onaxonni nimasini aytib beray. Onaxonni o'g'illari fevral oyida Moskva shahrida o'zimizning musulmon xalqni qo'lida ehtiyot ishlab, pullarini aldagan, pullarini bermagan bu onaxon O'zbekistondan Farg'ona Quva tumanidan bo'ladi. Ijarada o'tirgan O'zbekistonda. Nima niyat bilan kelgan? Moskva shahriga kelgan akalar. Moskva shahriga kelib, o'g'li yosh bola, yoshlik qilgan, ishonib bir o'zimizda musulmon xalq hamma joyda, endi men hammani aytmayman, bir xil o'zimizda borki, shunaqa bir nima desa yomon gap bo'ladi. Shunaqa aldab turib pulini bermagan 2 oy ishlatib. Mana bu ayollar aytgan, sen ishonaverma, Rossiyada unaqa qilmaydi degandan
onasini gaplariga qandaydir g'urur qilgan, u ham ukamiz chiqib ketgan. 4 oy mobaynida уже 4 oy bo'ladi, yo'q. Bu onaxonimiz esa deport bo'lgan 5 yilga, hozir Moskvada, Korolyov shahrida. Akalar, opalar, ertaga sim kartasi bo'ldi o'chadi. Hammaning xabari bor, ertaga sim kartalar o'chadi. Onaxon o'g'lini izlayapti. Shuni iltimos sizlardan, agar kimdir ko'rgan bo'lsa yo ukaxonimizni o'zi ko'rgan bo'lsa, sizlar iltimos mana shu layklarni bosib qo'yingizlar, akalar. Maksimal mana shu odam qancha ko'p bo'lsa, inshaalloh bizga shuncha katta yordam bo'ladi, akalar. Har bittangizdan iltimos, layklarni bosingizlar. Men videosini qo'yganman, rasmlarini qo'yganman. Bir podeshka qilingizlar. Yo'q bo'lmasa, agar opalarimiz bo'lsa, kimdir yordam qilib mana shu onaxonga, men o'zim Sankt-Peterburg shahridaman. Onaxonga kimdir agar sim karta olib berib yordam qilaman degan vatandoshlar bo'lsa, onaxonni ham nomerlarini qo'yganmiz. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin, juda katta bir yordam qilgan bo'lamiz. O'g'illarini birgalikda topaylik, akalar, opalar. Onaxon, siz qancha bo'ldi? Fevral oyidan beri biron marta sizga aloqaga chiqmadimi? Menga chiqmadi, unga bunga chiqibdi. Men onamni olib ketinglar, men ham onamni sog'indim. Nima qilyapman? Ishlamasam bo'lmaydi, men uyni pulini qilib boraman, albatta boraman deb. Lekin menga chiqmadi. Men juda qattiq teguvdim-da. Yuragiga botibdi-da. Jon o'g'lim, seni o'qitaman, sen o'qiysan. Men qonimda, jonimda, jonim bo'lsa, tanamda jonim bo'lsa, qonim yuragim bo'lsa, men seni albatta o'qitaman. Men o'zimni sog'lig'imga qaramayman, o'g'lim. Seni o'qitaman, bolam. Aylanib ketay, bolam. Kel yonimga. Bag'rimga kel, o'g'lim. Men seni yaxshi ko'raman-ku, o'g'lim. O'g'lim, jon bolam, kel, aylanib. Akalar, opalar, mana shu hamma kuzatib. Bu yerda bir opamiz pul boshqa narsada sizlardan so'ramayapti. O'g'lini topishga har bir inshaalloh bir harakat qilaylik, layklarni befarq bo'lmaylik. Mana shu ekranga 2 marta urib qo'ysangiz layk bosiladi, akalar, opalar. Maksimal gruppalarga tarqating. Onaxonimiz Farg'ona Quva tumanidan, akalar, opalar. Agar kimdir Moskva opalarimiz bo'lsa, opamiz deport bo'lgan 5 yilga, dokumenti yo'q. Hozirda Korolyov shahrida. Har bittangizdan iltimos, maksimal laykni bosingizlar. Kimdir agar ish bilan yordam qilaman degan opalarimiz bo'lsa, sim karta olib berib, o'g'illari topilib qolgunicha, o'g'illari inshaalloh agar o'sha Ahrorbek ukamiz kuzatib turgan bo'lsa, aloqaga chiqsa, onaxonni O'zbekiston inshaalloh jo'natib yuboramiz, ketadi. Shuning uchun